Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi mehmonimiz 1991-yil mart oyida Toshkent viloyat Bekobod shahrida tavallud topgan Abror Ro'ziboyev Umurzakovich. Abror 1998-yil 16-umumta'lim maktabiga gimnaziya sinfiga qabul qilingan. 2007-yil maktabni bitirgan. 2009-2015-yillar Moskvaning Po'lat va qorishmalar, ya'ni Missis institutini tamomlagan. 2015-2022 yillar Moskvada onlayn savdo markazida logistika bo'yicha boshliq lavozimida ish faoliyatini boshlagan. 2022-2024 yil O'zmedkombinat muhandis konstruktor lavozimida ishlab kelgan. Hozirda esa tadbirkor. Assalomu alaykum, xayrli kun Abrorjon. Xush kelibsiz. Rahmat. Bugun siz bilan o'tkazmoqchi bo'lgan suhbatimizga tayyorsiz. Xudo xolasa. Unda boshladik. Abror o'zi kim? Kuzatuvchilaringizga, obunachilaringizga o'zingiz haqingizda o'zingiz qisqacha tanishtirib o'tib ketsangiz. Xo'p. Hozirgi etapda tadbirkor, lekin oilaviy sharoitni aytadigan bo'lsak, biz oilada 3 ta farzandmiz. 2 ta akam, men kenja o'g'il, kenja farzand. Xo'p, o'zimda ham 3 ta o'g'lim bor. Hozircha. Xudo xolasa 4-inchisi qiz bo'ladi degan umiddamiz. Inshaalloh, inshaalloh niyatingizga yeting. Alloh ilohim siz xohlagan orzularga erishtirsin. Demak, savollarimizni davom etamiz. Abrorjon, odamlar orasidagi meni bilan aynan o'zini ichidagi menda nima farqi bor? Xo'p, deyarli farqi yo'q, chunki har doim harakat qilamiz hamma bilan barobar bo'lishga. Rahmat. Abror o'ziga qo'ygan cheklov rostdan o'zinikimi yoki uni kimdir sindirganmi? Yoki cheklov qo'yganmi unga? Xo'p, navyazidni qanaqadir holatlar bo'lishi mumkin, lekin harakat qilamiz birovlarni standarti bilan yashamaslikka. Rahmat. Siz hozirgi hayotingizdan mamnunmisiz? Albatta. Aynan nima uchun? Agarda mamnun bo'lsangiz, aynan bir sabab bormi shu mamnun bo'lishingizga, faxrlanishingizga? Ha, joyiga urdingiz savol bilan. Men aynan rozi bo'ladigan holatlarim aslida juda ham ko'p, lekin bittasini men sizga misol qilib aytadigan bo'lsam, 2009-yili biz yosh bolamiz. Ko'pchilik ishonmagan biz o'qishga kira olishligimizga. Moskva deyilsa o'sha paytlari juda olis, juda o'qishga kirish nerealniy qiyin. O'shunaqa holat tasviri ko'z oldimizga kelgan. Biz yoshlarda o'sha davrdagi. Xudoga shukr qilamiz. Men o'sha payti boshqa o'quvchilarga, boshqa bitiruvchilarga nisbatan salgina kamroq bilsam ham, qaysidir определенный fanlarda o'qishga kira olganmiz. O'sha narsa tarafda bo'lgan dedi. Shunaqa. O'sha narsa aytsa bo'ladi hozir qo'rqmasdan, u narsa orzu bo'lgan. Haqiqatan orzu bo'lgan. Orzuyimga erishganman men desa bo'ladi. Mana shu narsa o'ta mamnunlik desa ham bo'ladi. Rahmat kattakon javobingiz uchun. Abrorjon, agar hayotingizda birgina narsani o'zgartirish imkoni bo'lganda, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Hech narsa. Demak, o'tib kelgan har bir qadamingizdan, o'tib kelgan har bir hayotingizdan, mana shu pog'onalardan chiqib kelayotganingiz hammasidan minnatdorsiz. Albatta. Har doim shunday bo'ling. Rahmat kattakon. Abror Umurzakovich nima uchun o'zidan faxrlanadi, lekin ovoz chiqara olmaydi? Sababi nima? Faxrlanadigan narsam haqida so'ralyapti menimcha. Men faxrlanadigan narsam meni ota-onam bergan tarbiyasi. Men boshqa insonlarga nisbatan o'zimni solishtiradigan bo'lsam, meni albatta shaxsiy fikrim, men halimroq, ya'ni yumshoqroq insonman. Bu albatta ota-onangizning tarbiyasi. Rahmat kattakon, ilohim sog' bo'ling. Keyingi savollarimizga o'tamiz. Abror nimani qo'yib yuborish vaqti keldi deb o'ylaydi ayni damda?
Buni faqat men emas, ijtimoiy tarmoqda kuzatadigan juda ko'p insonlar shu narsani ta'kidlashyapti oxirgi paytlar. Abror ko'p uxlash bilan kam harakatni qo'yib yuborish kerak. Ha, demak biz sizni o'sha kuzatganda ko'rganmiz. Demak siz o'sha juda ham ko'p marta aytgan sport hayotiga qaytish vaqti keldi. Xuddi shunday. Bu yo'li sizga biz omad tilaymiz. Rahmat. Albatta sportga qaytish vaqti kelgan ekan, siz aynan qaysi sport turlarini yaxshi ko'rasiz? Xo'p, men eng yaxshi ko'rgan sportim bitta, erkin kurash, Rahmat. Siz uchun hayotda eng muqaddas narsa nima? vatan. Vatan. To'g'ri, chunki vatan sog'inchini his qilgan insondan bu narsani haqiqatdan shu javobni kutgan edim. Rahmat javoblaringiz uchun. Abror insonlardagi aynan qaysi xislatni yomon ko'radi va nega? Endi insonlar deganda agar erkak kishilar nazarda tutilgan bo'lsa, albatta menimcha erkak kishilar nazarda tutiladi. Lavz berib turib, lavzini ustidan chiqmaydigan insonlarni o'ta yomon ko'raman. Rahmat. Tanqidni qanday qabul qilasiz? Va sizni tanqid qilishganmi? Tanqidga uchraganmisiz? Oxirgi paytlar sezib turibmiz. Xudoga shukur, bu yaxshigina bir ko'rsatkichki, bizda kuzatuvchilarimiz ko'payib boryapti. Xo'p, tanqid qiluvchilarni aslida tanqidi yoqmaydi insonga. Inson ichidagi egosiga yoqmaydi, noxush bu narsa. Lekin men aqlni ishlatib javob beradigan bo'lsam, bu narsa foydali narsa. Chunki odam samokritichniy bo'lishi kerak. O'zingizni o'zingiz kritikovat qilmasangiz, mana bunaqa holatga kelasiz. To'g'ri. Kritikovat qilib turish Demak, kerak. tanqid Tashqaridagi- kelajak mevasi. Sizni Albatta. tanqid qilishyaptimi, demak siz o'syapsiz. Albatta. U insonlar tanqid qiladigan bo'lsa, ular sizga podskaska beryapti. Sen mashag'ingni yaxshilagin, mana shu tomonni yaxshilasang sen yana ham zo'r bo'lasan degan ma'noda deb qabul qilaman men bu narsani. Birinchi ko'rinishdan u narsa noxush, yoqmaydi, lekin uni nag'ziga o'taydigan bo'lsak, u sizga podskaska bo'ladi, u sizga naborot foydali narsa bo'ladi. Demak, siz xohlamasangiz ham to'g'ri qabul qilishga majbursiz. Albatta. Rahmat kattakon. Biz bilamiz, juda ham ko'p kuzatuvchilaringiz biladi, sizni hozirgi kunda faoliyatingiz blogerlik. Bu yo'lda sizga omad tilaymiz. Rahmat. Blogerlik faoliyatingizda eng qiyin bo'lgan vaqt va uni qanday yengib o'tgansiz? Baribir usiz bo'lmaydi, qiyin vaziyat, qiyin vaqtlar bo'ladi. O'sha haqida ham qisqacha. Murashki pakoji dedi. O'sha holatni eslasam, etlarim titrab ketyapti. Bu birinchi olgan videoyim. 2021-yilda Moskvada yashab yurganimizda 30 kilodan oshiq vес tashlagan edim. Xo'p, o'sha payti men bu narsa bilan odamlar bilan bo'lishkim keldi, nimagadir ijtimoiy tarmoqqa chiqargim keldi shu narsani. O'sha holatda uyda bitta o'zim edim. Telefonni qo'yib, bilmadim, adashmasam 5-10 marta kamida oldim u videoni. Lekin gaplarimda ham ko'rsangiz qaltirab gapirganman. Chunki odam nikomfortni bo'lganda o'sha holatda menga zo'rg'a gapirganman. Qo'rqardim kameradan. O'sha har bitta boshlamoqchi bo'lgan blogerni qarasangiz, kameradan qo'rqadi. Qo'rqish kerak emas aslida. O'sha holatni o'tib olish kerak. Men o'sha holatni uyimda bir o'zim bo'lgan holatda o'tganman. Undan keyin tinmasdan video qo'yganman. Rahmat javoblaringiz uchun. O'sha sizdagi ilk his hayajonni, o'sha boshida bosgan qadamingizni sizga esingizga tushiribmiz. Sizdagi hayajon hali ham o'sha narsani his qilyapsiz, demak sizda hali o'sish bor. Xudo xolasa. Rahmat kattakon javobingiz uchun. Biz savollarda davom etamiz. Agarda blogingizni bitta so'z bilan ta'riflash kerak bo'lganda, qanday ta'riflardingiz? Bitta so'z. Men tanlamoqchi bo'lgan so'zmi? Kishkaman. Chunki hozirgi holatda meni ko'pchilik ovqat yeydigan brat deb tanishadi.
Meni Mhm. tanimagan odamlardan so'rasangiz, kim bu bola desangiz, ovqat yeydigan brat-ku deydi. Buni ham tarixi bor. 2023-yilmidi biz zavodda ishlab yurganimizda bitta o'rtog'im bor. Ajoyib inson, Furqat. Mhm. Biz ko'pchilik yig'ilib birgalikda obed qilardik Mhm. va men har doim oxirida qolib ketaverardim. O'shanda u bola menga aytgan, siz ajoyib yeysiz. Siz shu narsani ijtimoiy tarmoqqa chiqarsangiz, sizni kuzatuvchilaringiz ko'p bo'ladi, ishtahani ochib yeysiz degan ma'noda menga dalda bergan, podдержка bergan. O'sha bitta oddiy gap siz uchun motivatsiya bo'lgan mana shu. Qanchadir vaqtlar o'tib, u narsa urug'i tushib, urug'i o'sib, meva berishni boshlaganidan keyin, miya yaxshi ishlashni boshlaganidan keyin shu yo'lga kirib ketganmiz. Video olib, o'sha yeydigan holatimizni qo'yib. Shaxsan o'zimda so'nggi savolimni bermoqchiman. Blogerlik faoliyatingiz orqali odamlarga qanday fikr yoki g'oyani yetkazmoqchisiz? Qiziq savol. Bu savolga ajoyib bir javob bor. Bu aslida meni so'zlarim emas, lekin menga ma'qul kelgani uchun men takrorlayman. Mhm. Bu bir ajoyib inson bor. Chempion Habib Nurmagomedov, uni hamma taniydi. Hamma taniydi. Men shu sportga qarshi bo'lgan taqdirim, sportga aslida qarshi emasman, lekin meni farzandlarim shu sportga borishligiga qarshi bo'lishimga qaramay, ko'p kuzataman men bu sportni. Shuni aytib o'tib ketay. Xo'p, u bolani gapi, ma'nosi shundan iboratki, endi men o'zimga proyetsировать qilib aytadigan bo'lsam, men blogerlik faoliyatimni ko'p pul ishlamoqchiman-da. Keyin o'tirib kameraga odamlarga, u odamlar aslida bu hayotimizda pul gilarli narsa emas demoqchiman. Ajoyib, ajoyib. Katta rahmat Abrorjon. Abrorjon, sizni bilamiz, ijtimoiy tarmoqlarda judayam kuzatuvchilaringiz, obunachilaringiz ko'p. Yaqinda chiqargan videoyingizda sizga berilsin, menga qanday savol bermoqchisizlar degan bir videoyingizni ko'rgan edim men ham. O'sha videoda kelgan obunachilaringizdan kelgan savol-javoblar bor. Agar ruxsat bersangiz, bir-biriga o'xshashliklarini ichlaridan tanlab sizga ozgina savol bersam. Albatta. Bir ham savol, ham qaniydir kulgili ekan. Menga shu yoqda shuni olib qo'ya qoldim. Savollar ko'p, lekin javob hanuzgacha yo'q. U insonni taniyman. U inson bu gapi bilan menimcha shunchaki hazil qilmoqchi bo'lgan. Aslida menga berilgan savollar javobsiz qolmaydi u insonda. O'zi ham yaxshi biladi. Katta rahmat. Gaz zapravkada qachon navbat tugaydi deb yana bir obunachi sizga savol beribdi. Judayam bir hozir hamma joyda qiyin bo'lgan savol. Endi sizni javobingizni eshitsak. Bu savol albatta men uchun ham qiyin. Men bu savolga javob bermagan bo'lardim. Katta rahmat. Demak, keyingi savolga o'taman. Sizga jamoa bilan ishlash ma'qulmi yoki yakka? Xo'p, menga hozirgi etapda tadbirkorlik ma'qulroq keldi. Rahmat kattakon. Meni ozgina e'tiborimni tortdi bir obunachi savoli. Juda ko'pchilik shunga o'xshash savol beribdi. Demak, sizni oldindan tanigan kuzatuvchilaringiz, obunachilaringiz bor ekan. Shu ko'pchilikni savolini bitta qilib, bitta savol tuzib qo'ya qoldim. Nima sababdan Moskvada o'qigan yo'nalishingiz bo'yicha ishlamayapsiz? Bu savolga oldingi savolni javobi bilan javob beraman. Menga hozirgi holatda, hozirgi etapda tadbirkorlik ma'qulroq. Rahmat. Hozirgi tadbirkorligingiz bo'yicha savollar ham navbat bilgandek kelyapti. Ko'pchilik biladi, sizni Bellur mahsulotlari dilersiz. Shu sohada bitta savol kelgan. Ashaddiy obunachingiz ekan bular. Agar Abrorni qo'liga Bellur mahsulotini berib, ko'zini yumib, nomini so'rasa, aytib bera oladimi? Albatta. Albatta. Rahmat kattakon javoblaringiz uchun. Suhbatimiz so'ngida
kuzatuvchilaringizga, obunachilaringizga aytmoqchi bo'lgan yurakdagi gaplaringiz? Xo'p, boyagi savolingizga ozgina qo'shimcha qilmoqchiman. Jamoa bo'lib yoki yakka bo'lib degan savolingizga. Biz aslida yakka bo'lib ishlasak ham yakka emasmiz. Jamoa bo'lib ishlagan paytimiz ular kimdirlar tuzgan komanda bo'lgan. Hozir esa biz o'zimiz tuzgan komanda bilan ishlayapmiz. Yoqda ham komanda, bu yoqda ham komanda. Endi bu komandaga, bu jamoamiz a'zolariga, ularni har birlariga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman shaxsan o'zim tomonidan. Xo'p, ularni beradigan yordamlariga, ularni poddershka qiladigan o'sha biz bilan birgalikda yelkama-yelka turib ishlaydiganlariga katta rahmat aytmoqchimiz. Xo'p, obunachilarimiz doim sog' bo'lishlarini xohlaymiz. Ularni barcha ishlarida omad tilab qolamiz. Rahmat Abrorjon, bugungi ajoyib suhbat uchun, bugungi ajoyib kun uchun sizga kattakon rahmat. Ilohim har doim qadringizdan qadringiz baland bo'lib yursin. Bugungi kun, bugungi mehmonimiz bizda Abrorjon bo'ldilar. Allohdan nasiba omonat bir jon. Sabrimga, shukrimga berilgan imkon. Haq yo'ldan ozdirmoq uchun ming shayton umr mana shunday o'tmoqda ey do'st. Shakar tilamadim ilon og'zidan. Vafo talab qildim bir vafosizdan. Ming pushaymonman bugun o'zimdan. Havasni muhabbat deganman ey do'st. Kimgadir azizman, kimgadir xorman, kimdandir bezganman, kimgadir zorman. Bilmam, na gunohsiz, na gunohkorman. Arosat dunyodan bezganman ey do'st. Demak, bugungi suhbatimiz, bugungi ajoyib mehmonimiz Abrorjon, sizga bundan keyingi ishlaringizda har doim omad tilab qolaman. Demak, bugungi suhbatimiz yakuniga yetdi. Bugun siz bilan billur mahsulotining, endi bemalol aytishimiz mumkin, mana sizni hamma tanidi, billur mahsulotining asl dilleri Abrorjon Umurzakovich bo'ldilar. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat kattakon. Sizga suhbatimizni olib borganingiz uchun katta rahmat, tashakkur, shuncha vaqtingizni ajratib keldingiz. Va shu o'rinda billur mahsulotlaridan ajoyib sovg'alarimiz bor. Uni hozir beramiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.